Esag'ning saflyor va kekik ziravorlari yog'larga asoslangan biologik qo'shimcha xususiyatlarga ega. Kasallikni oldini oluvchi va davolovchi bat hisoblanadi. Bu yog' kuchli antioksidant manbai bo'lgani uchun u organizmni toksinlardan tozalash orqali kasalliklardan himoya qilishga yordam beradi. Suyaklarni mustahkamlaydi, kalsiy miqdorini tartibga soladi. Bolalarda suyakni rivojlantirib beradi va bo'y o'sishiga yordam beradi. Organizmda qon aylanishini rag'batlantirganligi sababli u yuqori xolesterinni kamaytirishga va yurak-qon tomir kasalliklarini bartaraf etishga yordam beradi. Gripp, shamollash, bronxit, pnevmoniya va astma kabi kasalliklarni davolaydi. Ovqat hazm qilish tizimini sog'lom ishlashiga, metabolizmni tezlashtirib, vaznni nazorat qilishga yordam berish orqali ich qotish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni bartaraf etadi. Bundan tashqari, oshqozon og'rig'ini qoldiradi, oshqozonni davolaydi. Jig'ildon qaynashini ham to'xtatadi. Og'izda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan turli yaralarni davolashda, tish va milk bilan bog'liq turli kasalliklarni bartaraf etishda, og'iz bo'shlig'idagi turli xil bakteriya va mikroblarni yo'q qilishga yordam beradi. Surunkali kasalliklarga aylangan psixologik kabi holatlarda buzilgan nerv sistemasini qayta tiklashga yordam beradi. Parkinson kasalligi alomatlarini ham kamaytirishga yordam beradi. Tarkibida antioksidantlar ko'p bo'lganligi sababli u jigar faoliyatini tartibga solishda va yog'li jigar kasalligini oldini olishda yordam beradi. Revmatik og'riqlarni kamaytirishga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aspir yog'ida faol moddalar sifatida serotonin gormoni, ya'ni baxt gormoni mavjud. Bu esa tushkunlikdan sizni chiqarib, kayfiyatingizni ko'tarinki bo'lishiga yordam beradi. Saflyor yog'i asab tizimiga ta'sir qiluvchi zararli moddalarga qarshi to'siq yaratib, antidepressant ta'sirga ega. Yog' buyrak faoliyatini yaxshilab beradi. Buyrakdagi yuqori qon bosimini barqarorlashtirishga yordam beradi. Bosh terisi va soch uchun juda muhim kompleks bo'lib, boshda qon aylanishini oshiradi va soch o'sishini tezlashtirib, follikullarni mustahkamlashga yordam beradi. Saflyor yog'i Xitoy tabobatida 100 yillar davomida aynan ayollar kasalligida foydalanib kelishgan. Ayollarda ko'p uchraydigan gripp kasalligini davolashda faol komponent hisoblanadi. Yallig'lanishga qarshi tiklovchi antibakterial xususiyatga ega. Saflyor yog'ining yana bir xususiyatlaridan biri yuzdagi husnbuzarlardan xalos etadi va yuzdagi dog'larni ketkazadi.